Do'stlar, video boshlanmasidan oldin kanalga like bilan obunani bosamiz va bundan da zo'r videolar chiqishini davom etadi. Yo do'stlar. Hammaga salom olib, sizlar bilan o'sha Kamron Megon 800 bo'laman. Bugungi videomizda biza do'stlar, bugungi videomizda tashqariga chiqib bugun mer yo'q, albatta meni uyim ko'rishlar mumkin. Qaranglar, nima bo'lyapti? Futbol boshlanadi hozir. Doim hozir bizning komandamizda mana o'rtada Cristiano, bu yoqda Neymar, bu yoqda Messi. Men bu ismi nima edi? Sergio Ramos, ana u esa Carlos Puyol. Qani mana bularni yutamikan bizning komandamizga? Qani birinchida o'tiramiz, birinchida to'xtanglar. Ana. Qaranglar do'stlar, bugungi videomizda mana Barsadagi futbolchi, Barsadagi mana Cristiano va Lionel Messi va Neymar Suarez. Короче, bu yoqda tanishtirib o'tsam, bu yoqqa mana o'rtada короче Opendan kim taniydi? Kommentga yozib ketinglar, Opendan taniydiganlar. Bu komandadan o'rtaliz kim deymi? Bu komandadan Buffon o'rtaliz. Kim? Короче, bu futbolchilar taniyman deb просто bu Openda bitta qolganlarni taniyman. O'zingizlar tushunib olasizlar. Davray o'yin boshlandi. Gol urdi. Yo do'stlar, bu ko'rmay qoldingizlar, hozir o'rtadan boshlanganda simmaylar boshlagandi va penalti bo'lib Neymar gol urdi va hozir yana o'rtadan to'p o'rtaga qo'yiladi va hozir Neymar olg'a, молодец, 1-0. Dava yo'q, shtraf berildi-yu do'stlar. Okalar, meni qo'yinglar futbolga, meni qo'yinglar. Bu yoqda bitta odam sakrab turibdi. Uni o'yinga qo'shamiz hozir. Men o'yinga qo'shilmoqchimanmi? Yo! Ronaldo, oqlayman o'zingni o'yiningni. Messi, men gol uray shotdan. Qattaman hozir. Qanata. Pulli kiruvchi Neymar lentani, xo'pmi? Okey. Va Oppo. Gol urdi. Gol. Lionel Messi. Gol urdi. Neymar gol. Молодец. Gol. Yes. Qani. Messi. Dota. Messi. Gol. Qani yana o'rtaga boshlaymiz va bular boshlaydi hozir. Hay, muxlisim bo'lsang chiqdir o'yindan, chiq bu yoqqa. Chiq, hozir tepkisi kulasan. Qani, chetga chiq. Nimaga? Axborot olmoqchi-yu. Mayli. Doy o'ratalar, senga ishonaman. Bo'ldi, hozir qaytaraman. Va bunga qara olmayman. Gol urdirdinglar. Gol urdirdimi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi senga? Buffon. Men to'pni ko'rmay qoldim. Basharangga yog'imsan. Hozir ko'rsataman senga. Xo'pmi? Hozir to'xtanglar, bu to'pni olib o'rtaga qo'yaylik. Ana to'pni ham qo'ydik. Qani kim tavadi o'zi? Messi, siz tavasizmi? Yo, o'zing tavaver. Bo'l, ko'rchi o'zim tavaman. Axborot berilyapti. Va ko'rchi men boshladim. Chortutaman. Va yo. Urolmay qoldim. Yo'q.
Hozir tashiydi, hozir. Qara. O, to'pni olamiz. Okey. Gol urdim. Yeah, 4-1. 3-1mi yo 4-1mi? 3-1. 3-1. Yeah, Messi. Короче, bugungi o'yinimizda o'yin g'oliblari mana bu komanda yutdi. Yes, men yutdi, biza yutdi. Ertaga ko'rishguncha hammaga bo'pti. Ertaga ham qo'shilamanmi? Ha, qo'shiladi bu o'yinchi. Zo'r o'ynaydi. 3 ta gol ham men tiqdim. Yes, 3 ta gol ham men tiqdim. Ha, akacha bu senga to'g'ri. Mana bu uyda bir stak olmos yoki izimrod olib ket. Okey. Yes, do'stlar, bugungi o'yinim juda ham qiziq o'tdi. Bu pulni qaranglar, hozir pulni olamiz deb ketamiz. Bu pul bor o'zimda ham. Bu pul bo'lmay, prosta cho'nchagimga solib qo'yaman. Hozir men nima edi? Aylanib yurayinchi, gitchicha aylanaman. Har doim hozir yuguraman. O'shanda. Короче, shunday qilib yuguraman. Do'stlar, bu pulni qaranglar. Yo'q. Juda ham zo'r. Ha, bek aka. Ha, brat. Bor pullaringni chiqar. Nimaga pulim bor deyapsiz? Ha. Kimga aytyapsiz? Senga, boshqa kimga? Yo'q, mana brat. Uzr. Bo'ldi, endi maqtanmayman. Shunday bo'lsa, pullarga tegma, xo'pmi? Qaytib oldim unday qilma. Hozir yana bir marta ko'rib qolsam, o'zi bormi shu kisayda, bor pulmi? Ha. Yo, do'stlar. Yo, shuncha pulim yo'q. Ya bo'ldi, buni indamaymiz. Hech kimga aytmaylar. Yo, buni do'stlar. Mayli, endi erta futbol bo'ladi. O'shanda boraman. Telefon qilibdi-yu. Okey. Alo. Ha, futbolga kelmaysanmi? Ha, hozir boraman. Okey, do'stlar. Men bu bastonga cho'milib chiqay. Op. Okey, do'stlar, bo'ldi. Okey. Ana bugungi futbolda. Messi qani, Neymar? Messi qani? Messining o'rniga yangi futbolchi keldi-da. Xo'pmi? Xo'p. Ko'rcha, hozir men Messi yog'iga o'taman va bu yog'iga Rafinha o'tadi. Rafinha. Okey, yaxshi o'sanglar o'tib olinglar. Bu molchani qaranglar. Tushib ketdi. Bo'ldi, o'tib oldinglarmi? Ha, bo'ldi. Kecha to'pni xatga qo'ygandik. Hozir bu olib topib o'qib. Okey, 1 2 3 4 5. O'yinni boshlaylik. Okey. 1 2 boshlaylik. Qani kim boshlaydi? Tip beramizmi? Qo'rchi do'stlar, tegdi to'pni hozir shunday fintlarni qilib bu to'pni oldik va fintlarni qilamiz. Va bu yoqdan ko'tarib turib. Voy, ana gol. Bo'lmasmi? Hozir gol uramiz. Hozir to'pni olib. Mana gol. Neymar. Neymar gol urdi. Rafinha zo'r bo'pti. Yes. Короче, yana o'tirmoqchimisizlar? Tezroq o'yinni boshlaylik. Oyog'im. Yo'q. Oyog'im bu yoqqa kim? Nima edi isming? Messimi? Yo'q, mayli. Kamron 18. Neymar. Nima bo'ldi senga? Neymar qarachi juda ham qattiq ano'la childi sizlar ko'rsaman. Ha. Yig'ildingmi?
ularning gapiga qarama, bir o'zing dam olib o'tir, bo'pti, короче. Xo'p, nechancha edi? 5 ga 1 yutyapmiz. Okey, yutasizlar deb umiddaman. Oyog'im. Oyog'im yo'q. Oyog'im. Agarda do'stlar bu videoning ikkinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsanglar, like bilan obunani bosinglar. Bu videoning ikkinchi qismi albatta chiqadi. Chiqmay qolmaydi, albatta ertaga yoki bugunoq chiqadi. Hammaga xayr, sizlar bilan o'sha Kamranbek 18 bo'ldi. Ikkinchi qismda kutib olinglar meni.